Assalomu alaykum Termiz Cherry avtosaloni kuzatuvchilari. Bugun biz Termiz Cherry avtosalonidamiz. Bugun sizlar bilan hop Cherry oilasining mini crossoveri hisoblangan Tiggo 2 Pro avtomobilimizni ko'rib o'tamiz. Kamerani yaqinroq qiling. Bu mashinamizni oldi tomoniga e'tibor qiladigan bo'lsak, o'zini agressivniy oldi ko'rinishi bilan albatta ajralib turadi. Bu yerda biz kunduzgi yoritadigan faralarni ko'rishimiz mumkin. Albatta faralari LED chiroqlar bilan jihozlangan. Xo'p, abelsovkalarni ko'rsatishingiz mumkin. Abelsovkalari ham o'ta chiroyli nikellardan ishlab chiqarilgan. Xo'p, mashinamizning yon qismiga o'tadigan bo'lsak, birinchi navbatda bizni yon qismida o'ziga tortadigan narsa bu balonlar hisoblanadi. Balonlari 17 razmerli quyma diska bilan jihozlangan. Balonlarni ko'rib turibsiz, tuning qilingan. Bu yerda kolodkalari qizil rangga bo'yab chiqarilgan. Xo'p, endi mashinamiz material полностью atinkol chirimaydi, zanglamaydi. Agar oqini xarid qiladigan bo'lsangiz, jemshuk rang bilan bo'yalgan bo'ladi. Yon tomonga burilish chiroqlari esa bokovoy oynalarida. Albatta bu bokovoy oynalari qiziydi. Endi yon tomonlarni ko'rsatishingiz mumkin. Bak sig'imlariga 50 litr hajmdagi benzin ketadi. Bu benzin albatta 92 dan tepa bo'lishi kerak. Xo'p, yon tomonlarni ko'rsatdik. Ana endi orqa tomonini ko'rsatishingiz mumkin. Orqa tomonlarda LED fara, bular kuymaydi. Bularda lampochka bo'lmaydi. Bular spiral bo'ladi. Endi xo'p, orqa tomonda eng asosiy kerak bo'ladigan narsa parktroniklar jihozlangan. Ya'ni bu zadniy kamera bilan birga ishlaydi. Ya'ni bu biron narsaga yaqinlashgan paytda signal berib ogohlantirish, xo'p, signalni vazifasini bajarib beradi. Endi yukxonasini ko'radigan bo'lsak, birdan yukxonasini ham ko'rsatib keta qolaylik. Yukxonasi ham mana mini crossover bo'lishiga qaramasdan kattagina joyni egallaydi. Bu yerga 420 litr hajmdagi yukni o'z ichiga olib ketishi mumkin. Endi yon tomoniga o'tadigan bo'lsak, men orqa balonlarni ko'rsatmadim. Demak, orqa baloniga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, orqa balonda ham diska tormoz albatta o'rnatib ketilgan, jihozlangan. Endi mashinamizni ichki qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, ichki qismida birinchi navbatda sizni o'ziga tortadigan narsa bu sidenalari bo'ladi. Sidenalari ekokoja bilan jihozlangan. Bu yerda hamma narsa elektronik. E'tibor qilishingiz mumkin. Rul elektron rul. Demak, xo'p, monitorimiz bor, elektron tablo bor. Bu yerda nima obshivka bo'lyapti, hammasini tabloda ko'rsatib ketadi. Endi bu avtosaloniga o'tadigan bo'lsak, xo'p, mashinamizni bir insonga qanaqangi sharoit kerak bo'ladigan bo'lsa, bu mashinamizda o'sha sharoitlarning hammasi o'zi bilan jihozlangan va sizga nima kerak bo'lishi mumkin? Bu yerda cruise control, multimedia boshqaruvi, qishda rul podografi va bu yerda siz ko'rishingiz mumkin, multimedia boshqaruv uchun kattagina monitor. Konditsioner bor, rullar podograf bor. Demak, mashinamiz avtomat korobka. Korobkalari variator bo'ladi, rullari elektron bo'ladi. Shuni hisobiga mashinaning yoqilg'i sarf xarajati juda kam. Hozir tashqariga chiqqan payt aytib ketaman, motorlar bilan ko'rsatib. Demak, siz bu yerda ko'rishingiz mumkin, mashinamizda elektron rushnoy sistemasi va avtohol sistemasi bor. Bu avtotormoz ushlab turish vazifasini bajarib beradi. Albatta, mashinamizda podstakanchik va bor. Kerak bo'ladigan narsalardan bittasi. Eng asosiy narsa bu kerak bo'ladigan narsalardan bittasi mashinamizda lyuk bor. Oldi, orqa lavoylarida podograf bor, qiziydi. Bu qishda parlanmaslik va muzlamaslik onlarini olib beradi. Bizga eng kerak bo'ladigan narsalardan bittasi mashinamizning o't kuchi va uning yoqilg'i sarfi degan savol tug'iladi. Bu yerda mashinamizning motorini ko'rishimiz mumkin. Mashinamiz 3 portion 1 turbina bilan jihozlangan. Bunda jami 102 ot kuchi va bu 0 dan 100 gacha 13.2 sekundda 100 ga chiqish imkoniyatini beradi. Albatta, mashinamizda bu motor holatiga yoqilg'i sarfi o'rtacha 5,5-6 litrni tashkil etadi. Maksimal 7 litrgacha sarf xarajati bor. Hurmatli kuzatuvchilar, agar sizda Cherry Tiggo 2 Pro avtomobilimizga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, Termiz Cherry avtosaloniga tashrif buyurishingiz mumkin yoki quyidagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Albatta, videoga like bosishni esdan chiqarmang.